Assalomu alaykum. Mana chaqqonukalarim, qormanglar qanaqasizlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Bugun bizda dars ikkinchi kuni, master klassi ikkinchi kuni. Bugun jiyanim ham uylanyapti. Lekin men MKda yuribman qizlarjonlar. Yaxshiyam meni qarindoshlarim, yaqinlarim to'g'ri tushunishadi. Mendan hech ham xafa bo'lishmagan. Boshqa paytam master klasslar o'tgan paytimga to'g'ri kelib qolgan bo'lgan. 5 yil to'ylar bir narsalar. To'g'ri tushunishgan xullas kalom. Menga birinchi o'rinda bilim, birinchi o'rinda shu o'zimning ishlarim bo'lgani uchun hammaliga to'g'ri tushunishadi. Xafa bo'lishmaydi mendan. Qizlarjonlar, bugun sizlar bilan o'zimning master klassim haqida gaplashmoqchiman. Qizlarjonlar, master klassimizni ko'rdinglar. Oktyabr oyinikini xudo xolisa chiroyli o'tkazdik. Noyabr oyinikini bundan ham bomba qilmoqchiman inshaalloh. Yangiliklar qo'shiladi xudo xolisa yana va bambitskiy dars qilaman inshaalloh. Chunki men juda ham yaxshi ko'raman. Mendan o'quvchilarim ko'proq bilim olsin, manfaat ko'rsin, ularga xayrli bo'lish uchun men tish tirnog'im bilan harakat qilaman qizlarjonlar. Darsga уже hali reklama bermasimdan уже yozilishyapti. Tez-tez shoshilamiz. Gruppamiz